Всем привет, мои подписчики. Блин, nima deyapman? O'zbek bo'lilu. Vatanparvar ishlat. Xullas, videoni cho'zib o'tirish niyatim yo'q. Bugun bizga obunachimizdan challenge kelgan, yo obunachimizni bilmadim. Bosslar bilan urushing deganlar, lekin men Vizer tanladim, chunki Vizer osonroq. Qani endi Vizer jonni bitta boshini qo'yamiz. Bundan oldin olmayman. Uni bu nima qiladi hali Xudo biladi faqat. Qani bir opangning mayurning kallasini qo'yaylik. Kallasini sapchada uzib tashladim. Vahshiyman ey. Qani sakrab qo'ya olmaymiz shekilli bitta tevaziga blok qo'yib. Qani flip qani jostqa qo'rqaman. Voy apani birinchi marta Vizer bilan urushishim. Qani let's go urib ko'ramiz. Bitta zarbada to'rtayim ishlatvordi onangni yumgur. Sal qolsa o'lib ketar ekanman. Obsidian sindira oladimi bu? Men obsidian sindira olmaydi deb o'yladim. Kunlardan bir kuni Rekuber Vizer bilan jang qilmoqchi bo'ldi. Lekin uni kuchi yetmadi, chunki Vizer uchishni bilardi. Uni ko'rib o'tirgan tomoshabinlar uni do'q deb o'ylashdi, lekin Vizer ikkita edi. Uzr do'stlar. Iltimos akalar, ukalar, opalar, singillar, korotchi hamma qarindoshlar like bosinglar va obuna bo'lib qo'yinglar. Keyingi videoda Vizer aniq yengaman. Menga ishonasizlar-ku, to'g'rimi? Like bosinglar.